Men senga kichkina doktor emasman, shuni bitta bilgin. Tushundingmi? Anomaliya развития. Demak, tug'ma ozgina nuqson bor. Yoshgina qizimizni umurtqasi dumg'azaga qo'shilib ketgan. Bitta bo'lib qolgan dumg'aza bilan. Nutqing bor ekan-ku, saqolmas ekansan-ku. Ori deysiz, ori bunday qilib ko'rinmaydi. Uni sababini aniqlash uchun bolamni ko'rish kerak. Sabab ko'p bo'ladi-da oyoq og'rig'ida. Qayerdan keldilaring? Qo'shtepadan. Ha. Endi oyoq og'risanglar, sizlarning kallalaringda shu revmatizm degan narsa kelaveradi. Ha, tushundingizmi? Revmatizm boshqacha bo'ladi. Aql. Anginasi hech qanaqa yo'q, juda ham chiroyli. O'sha oldirgan shaxs emasda u. Oldirish kerak emas anginani hech qachon. Mana men kelib ehtimol to'sib oldirmayman, zo'ribman mana. Chunki u защитный reaksiya beradigan eng birinchi bu organizmga tushgan nimalarni, zaharlarni to'sadigan birinchi qalqon bu. Ha desa oldiraman, desa oldirib tashlayverasizlar. Bo'ldi. Endi eskida shunaqa nimasi bo'lib qolganda odamlarda oyoq og'risa, revmatizm nimaga asoslanib qo'yganini ko'rish kerak-da buni. Tezda bellaringga qildiringlar. Tak, bolalarda oyoq og'riqlari sabab bo'ladigan sabablar bor. Og'riq nima uchun og'riydi bolaning oyog'i? Tushundingizmi? Birinchidan ortopedik tomondan oyoqlarda tushadigan yuk katta bo'lsa, oyoq taglarida yassillik bo'lsa, charchaydi, og'riydi. Sizlarda yassillik yo'qmi? Tekis chiroyli oyoqlaring. Oyoqlaringni o'qi tekis mana chiroyli. Tushundingizmi? Bu oyoqlarda og'rishiga haqqi yo'q. Tomirlar juda ham yaxshi. Urushlari. Tizzalaring ishgan yo'q. Oyog'ing tepaga ko'tar qizim. Bittasini. Ko'tar. Qattiq ko'tar, bunday ko'tar. Yaxshi. Tushir pastga, unisini ko'tar. Молодец. Endi tizzalarni bukamiz, bunday qilib mana. Ochamiz oyoqlarni ikki yonga. Ochilyapti. Bemalol ochaver. Shunday qilib. Endi qonninga olib boramiz. Qonninga. Qo'llarni yoniga tushirib olgin. Bemalol tekis bo'lyapti. Tak. Ag'darilib yot. Belingni ushlaymiz, og'risa og'riyapti deysan. Qayting og'risa. Tushundingmi? Og'risa og'riyapti degan dedim. Xo'p. Og'rig'i bormi, yo'qmi? Ha, men senga nima dedim? Og'riyotgan bo'lsa, og'riyapti degan desam, indamayapsan. Tushundingmi? Og'riyapti mana shu eting. Shunday qilganimda, ha deyapsan, yo og'riyapti deb aytmayapsan. Meni qo'lim og'riganini sezmaydi-da. Ha, shularni og'rish kerak. Nutqing bor ekan-ku, saqolmas ekansan-ku. Tur, belda shamollash, mana shu yerda nervlar shamollashi oyoqlarga beryapman. Tushundingizmi? Bellarda 35-70% bolalarda spina bifida degan narsa bo'ladi. Umurtqalarda ozgina kamchilik bo'ladi. Umurtqalarimizda mana shunaqa yetishmovchiliklar bo'lib tug'ilishi mumkin bolalarimiz. Shu narsani spina bifida deyiladi lotinchasiga. Demak, umurtqalarimiz orqa dushlarida yarog'larning yetishmasligi. Natijada 35-70% odamlarda bo'ladigan holat bu. Shunaqa oyoq og'riqqa sabab bo'ladigan narsa shu. Tushundingizmi? Oyoq ishib yotish kerak panisada katta isitma bilan. Mana bunaqa bo'lmagan bolangizda shu qancha. Tushundingizmi? Nimasi boshqacha? Bitta oyog'ingda tur. Bunday qil. Bunday tur.
Hech qanaqa kaltalik yo'q oyog'ingda. Tushundingmi qizim? Chiroylisan. Tay, belingda spina bifida bor. Revmatizm bo'lsa baqaki. Revmatizm bola bo'lsa bunaqa buklarim qoladi. Qo'llar bunaqa bo'ladi mana. Revmatoid artrit deyapti mana. 10 yashar bolada. Tushundingizmi? Agar revmatizm bo'lgan deydi bolangiz, hech qayta birorta shunga o'xshagan nuqsoni bormi? Stroyni chiroyli qiz bola. Qo'llaringni ko'rsatib ber dadangga. Qarang chiroyli. Ayol g'alati bosadi, panjalar. Revmatizm artrit man tizzada. Ishib ketadi. Ishganmi? Men senga kichkina doktor emasman, shuni bitta bilgin. Tushundingmi? Bilganingni qilasan, men hozir senga lecheniya yozib beraman, bilganingni qilasan. Mana uni. Kerak emas bo'ladi. Kerak emas. Belini rentgen qilinglar. Belini umurtqani. Mana ayollaring qana chiroyli, stroyni, hech qanaqa kamchilik yo'q bolangizda. Mang. Kiyim qizim. Hamma tomoning yaxshi. Men umurtqalarida anomaliya развития. Demak, tug'ma ozgina nuqson bor. Tushundingizmi? Bel umurtqalarida. O'shaning uchun bel og'riganda oyoqqa beryapti mana. Tushundingizmi? Endi nuqson qanday holatda nuqson bo'ladi? Umurtqalarda yopishishi noto'g'ri yopishib qolgan pastda. Mana. Tushundingizmi? Врожденное аномальное развитие, расположение deyapti. Поясничных позвонков. Mana sizda shunaqa. Demak, yoshgina qizimizda umurtqasi dumg'azaga qo'shilib ketgan. Bitta bo'lib qolgan dumg'aza bilan. O'sha yerda alohida bo'lish kerak. Tushundingizmi? Belimizda 5 ta umurtqamiz bo'ladi-da. Mana oxiri 7-qovurg'adagi bu oxirgi ko'krak umurtqasi. Bundan tashqari pastda mana bundan boshlanadi. 1, 2, 3. Mana 4-umurtqangiz ham undan o'xshab chiroyli bo'lib ko'rinmayapti. 5-chi tem bo'ldi. Ikkita umurtqa birlab bir-biriga yopishib qolgan. O'sha umurtqalar dumg'azangizga yopishib qolgan. O'shaning uchun pastayani oyog'ida og'riq. Jicha o'ynab qo'ysa, mana shu yerdagi nervlar qitiqlanib og'riq beryapti. Tushundingizmi? Mana bunga o'xshab mana. Yopishib qolgan. Ko'rinyapti 3-4tasi. 5-chi vobshe ko'rinmayapti. Mana shu narsa. Endi bundan tashqari spina bifida degan narsa hali ko'rsatdim sizga. Mana shu o'rtada shu umurtqalarni jonidan chiqib, mana billa qo'shilib, bunaqa o'siq hosil qiladigan holati yo'q bitta mana. Mana shu yerga kelgan mana shunaqa tochka, mana tochkalar shu bir-biriga yopishgan umurtqalarni mana rentgenda ko'rinishi. Rentgenda o'sha do'ngliklar mana shu umurtqalar bir-biriga yopishsa shunaqa ko'rinadi mana. Tomchiga o'xshab. Ko'rdingizmi? Oxiri aytdim mana bu ham ulardan nisbatan qochgan bir tomonga. Mana unda yo'q, bunda yo'q mana ochiq sherflar. Hali ko'rsatdim sizga shuni. Bu anomaliya развития. Demak, normadan sal boshqacharoq. Tushundingizmi? Demak, bu bel umurtqalaringda sizlarda tug'ma anomalniy развитие, spina bifida. Bu masalan hayoti uchun, boshqa uchun hech qachon ta'sir qilmaydi. Lekin vaqti-vaqtida shunaqa ko'p o'ynagan kuni, ko'p sovuq o'tkazib qo'ysa, boshqa bo'lsa, og'rib bezovta qiladi. Tushundingizmi? Yoshligida ko'pincha shunaqa bolalar tayini xo'llab qo'yadi, boshqa qiladi. Mana shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin-da. Tushundingizmi? Endi uni o'zingiz xulosa qilib olasiz. Atak umurtqalaring tekis, chiroyli. Toshlaring yaxshi. Mana shu yerda svarka bo'lib qolgan, tug'ma. Tushundingizmi? Demak, bunaqa narsa bo'lar ekan hayotda, bu bekorga ko'rsatilmagan kitoblar. Demak, revmatizm emas bolangizda 100%. Tushundingizmi?